Assalomu alaykum. Bakalavrga ketish, Angliyada o'qib, ishlab, uy olib, mashina olib, uyga ham pullar jo'natib, boyib ketib, xullas mahallada sizga qaramagan qizni ko'rsatib qo'yish strategiyasi. Hazillashdim. Qaytamiz. Lekin Angliyada o'qib ishlash imkoni bormi yoki yo'qmi? Shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Buni imkoni bor, faqat juda ham ehtiyot bo'lish kerak, strategiyasi puxta bo'lishi kerak. Men har doim talabalarga bakalavrda 7 yillik strategiya haqida gaplashaman. Demak, avvalambor o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, ismim Shohjalil, familiyam Qosimov. Ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa, o'zimning ham farzandim bor. Sizni farzandingizga nimadir ravo ko'rayotganimda, men o'zimga ham farzandimga ravo ko'rgan holatda gapiraman. Chunki boshqachasiga do'dam ham ruxsat bermaydilar. Shuning uchun, demak, bu mavzu o'qib ishlash mavzusi. Agar sizda bakalavrda faqatgina vazifangiz faqat o'qish bo'ladigan bo'lsa va moliyaviy imkoniyat bemalolroq bo'ladigan bo'lsa, bundanda murakkab, bundanda chuqurroq qilingan, o'qishga to'liq qaratilgan bakalavr videoyimiz ham bor. Bu bo'lsa o'qib ishlash, ya'niki o'zimni o'zim eplay olaman degan bolalar uchun to'liq struktura, to'liq roadmap. Demak, boshladik. Agar siz Angliyada bakalavrga ketayotgan bo'lsangiz va mas'uliyatingiz kontraktni ham yopish bo'ladigan, o'zingizni eplash bo'ladigan bo'lsa, siz faqat va faqat 3 yillik bakalavr tanlashingiz kerak. 4 yillik qilsangiz charchab ketib qolasiz. Qattiq charchab ketib qolasiz. O'qigan odam gapiryapti. Xo'p. Demak, xarajatlar qanaqa bo'ladi? Xarajatlarga qisqacha kiramiz va o'qib ishlashni, eplashni qanaqa qilish aytamiz. Demak, xarajatlar standart. Sug'urta 3 yilligini bittada to'lashimiz kerak bo'ladi. Bu $4800 bo'ladi, viza $700 bo'ladi. Tuberkuloz xarajatlari $100, biometrik ma'lumotlar yana $100. Bu qochib qutulmas xarajatingiz 5700 bo'ladi. Va kontrakt o'rtacha 15 mingdan 20 minggacha bo'ladi va buni faqatgina 5 mingni to'lab chiqib ketiladi. Lekin bu yerda ogohlantiraman. O'zi qancha pul topsak bo'ladi? Dom olsak bo'ladimi? Uchastka qurib tashlasak bo'ladimi? Keling ko'rib chiqamiz. Agar sizga kimdir Angliyada mana shuncha pul topasan deyotgan bo'lsa, bekorlarni mayli, qolganini aytmaymiz. Bir kunda siz o'rtacha yaxshi topdingiz deganda 10 funtdan toping deylik. Ya'niki bundan buyog'iga funtda gaplashamiz daromadni, chunki kontrakt xarajatlari ham bu yerda dollarda yozilgan, bu yerda funtda aytib ketaman. Ya'niki kuniga 80 funt topishingiz mumkin. Bu $100 bo'ladi. 80 funt topsangiz $100 bo'ladigan bo'lsa, uni 30 ga ko'paytirib olmaysiz. Buni juda ko'p marta aytganman. Hech qachon logikaga to'g'ri kelmaydi. 30 kun to'xtamasdan bez tormoz ishlay olmaysiz. 8 soatni 12 soatga ham chiqarib yuborib bo'lmaydi. 8 o'zi men 6-8 deyman. Ya'niki bu haqiqatga yaqin va 20 kun. Bir oyda 20 kun. 24 kun, 25 kun ishlab ko'p pul topadiganlar bor. Lekin siz minimumga rozi bo'lib, qadam bosmasangiz, expectation bilan reality match bo'lmasa, u juda ham shok bo'lib qoladi. Shuning uchun siz o'zingizga kutubingizda 1600 funt topaman. 1600 funtni o'rtacha 600-700 bor, ana 800 funtini masalan xarajat qiladigan bo'lsangiz, topadigan jamg'armangizdan siz kontraktingizni yopishingiz mumkin. Faqat qaysi yil kontraktingizni? Ikkinchi kursingizni. Birinchi kursingizni yopaman deb o'ylamang. Ya'niki birinchi kursni yopish uchun faqatgina ota-onadan yordam so'rash kerak. Endi 3 yillik qanaqa bo'ladi degan mavzuyimiz bor edi. 3 yillikni men bitta tushuntirib beraman. O'zi ta'lim ikkiga bo'linadi. Amerika ta'limiga bo'linadi va Angliya ta'limiga bo'linadi. 12 yillik majburiy ta'limni tugatganlar Angliyada to'g'ridan-to'g'ri 3 yillik bakalavrga kira oladi. Amerika o'zi standart 4 yillik. Yevropa va Angliyada 3 yillik. Lekin biz 11 yil ta'lim o'qiyotganimiz uchun majburiy 12-sinfni evaziga foundation o'qiymiz. Lekin Angliyada bo'lib ham Londonda shunaqa takliflar borki, ham 12-sinfni ham birinchi kursni 1 yilni o'zida xalqaro international year deydi. Shunaqa qilib taklif qiladigan o'quv programmalari bor. Bu yerda ham 12-sinf darslarini o'tasiz, ham birinchi kurs darslarini o'tasiz. Bitta aytib o'taman. Bir dunyo dars bo'lib ketmaydi. Tushuning, siz o'zi 18 talab dars o'qigan odamsiz. Angliyada high schoolda 3 tadan 4 tagacha dars bo'ladi. Fan bo'ladi. Shuning uchun unaqa og'ir bo'lmaydi, bemalol o'qib ishlasa bo'ladi. Lekin o'qib ishlash, ishlab o'qish emas. Ehtiyot bo'ling shu joyiga. O'qib ishlasangiz bo'ladi. Shunda birinchi kursni kontraktini uyingizga yopib berishsa, ikkinchi kursga sizda challenge bo'ladi. 3-kursga challenge bo'ladi. Lekin ikkinchi kursni yopish uchun sizda butun o'quv yili va yoz bo'ladi. Yozda srazi kelib olmaysiz.
Ispaniya, Fransiyaga poyezddan o'tsa bo'ladi, bolalar ko'p o'tib ketib qolishadi, o'ynab kulib, unaqalarga tez berilib ketmaysiz. Nega? Sizda kontraktingiz bor, mas'uliyatingiz bor, o'zingiz eplashingiz kerak deb uydagilarga va'da berib chiqib ketdingizmi? Yozni qo'shadigan bo'lsak, hisoblab ko'ramiz. O'rtacha sizning kontraktingiz funtda yetadigan bo'lsa, bir 14 ming, 17 ming funtlar bo'ladigan bo'lsa, u funtni masalan 17 ming mantik ham yozib ketadigan bo'lsam, 1 yillik kontraktingiz o'rta hisobda. Bundan arzon qilsa ham bo'ladi. Hattoki 12 minggacha ham tushirsa bo'ladi. Endi buni kelishingiz kerak baribir. Xo'p, chunki yozilmagan grantlar bor, olsa bo'ladigan sirlari bor. Xo'p, siz o'rtacha bir 8 dollardan saving, 8 pounddan saving qilib boradigan bo'lsangiz, bu o'qish davrida bir 10 oy deylik. 10 oy desangiz bir 8 ming bo'ladi. 8 ming. 8 ming emas, 7 ming deylik. O'zingizga misol uchun bu narsalar podarka qilgingiz kelib qoldi deydigan bo'lsak va yozda buni double qilsangiz bo'ladi. Daromadingizni yozda 2-3 karra oshirsangiz bo'ladi, chunki ham kun uzoqroq bo'ladi, havo iliqroq bo'ladi. 12-14 soat ham ishlaydigan bolalar bor. Men buni bekorga yozmadim. 3 ming ham topadigan bolalar bor o'qish davrida. Lekin ular shunchaki o'qish davrida yashayapti. Ular o'qimayapti. Shuning uchun shunaqa qilish kerak. Lekin bitta narsa bor. O'qib ishlashga ketishingizdan oldin o'tirib olib, hozir aytadigan strategiyani qilish shart, majburiy. Ya'niki bu 7 yillik roadmap. 7 yillik roadmap. Bu roadmapdan keyin ota-onalarga message bor, keyin uydagilarga ko'rsatadigan joyinglar bor. 7 yillik roadmapda birinchi 3 oyida menga kelishingiz kerak. Bir kun qolganda kelmang, kelsangiz hozirdan keling. Shuning uchun bu video olinyapti. Men sizga pre-departure, misol uchun ketguningizgacha olishingiz kerak bo'lgan sertifikatlar, qo'llanmalar aytiladi. Ozgina sirini ochaman. Birinchi kursda o'qiydigan fanlaringizni oldindan o'qib tayyor bo'lib olamiz ikkita maqsadda. Birinchisi, professorlar darslariga uyga vazifa kamroq bo'lishi, ya'niki siz uyga vazifa qilishga ketkazadigan vaqtingizda ishlay olasiz, daromad qila olasiz. Ikkinchisi bo'lsa, darsni yaxshi tushunasiz, chunki o'sha o'qib borgansiz. Men o'zim biznesga aloqador hammasida ustozlarimiz, shogirdlarimiz bor, bizda akademiya iyerarxiyada ishlaydi. Bu hamma bitta manfaat uchun, ya'niki yaxshiroq bo'lsin deb qiladi. Talabalarni o'zi o'rgatadi sizlarga. Buni biz shakllantirib boryapmiz va o'sha ikkinchi aytayotgan strategiyam professor e'tiboriga tushish. E'tiboriga tushsangiz bo'ldi. Professorlar, O'zbekistondagi professor, o'zi nima chet elda o'qiladi degan professor farqiga kichkina to'xtalib o'tib ketaman. Men O'zbekistonda biznes darsini o'tayotgan o'qituvchim bilan dars tugagandan keyin birga metroda ketganman. Chet elda o'qiyotganimda, bo'lib ham Angliyada yoki Yevropada o'qiyotganimda yoki Yaponiyada o'qiyotganimda men avtobusga qarab, ostanovkaga qarab ketganman. U parkovkaga qarab o'zini BMWsida, Mercedesda, Alfa Romeosida ketgan. Mana shu yerda farqi. Ya'niki biznesni o'rgatayotgan odam hayotda erishgan bo'lishi kerak-da. Shuning uchun ham men ham doim bolalarga aytaman, men mamnuncha summagacha, mamnuncha natijagacha o'rgata olaman, o'zim qilganim deyman. Ota-onaga ham, bolaga ham. Undan oshig'ini qilsam keyin o'rgataman. Qilmagan narsamni o'rgatmayman. Shunaqa narsa. Pre-departure'da siz o'sha o'rganib borishingiz, birinchi kursda osonroq adaptatsiya qilishingiz, ikkinchi, uchinchi kursda bemalol o'zingizning sohangizda ishlash imkoniyatini ham beradi. Ya'ni uchinchi kursda, ya'ni 7 yillik roadmapni birinchisi ketguncha kelishingiz kerak. Ya'niki lekin ota-ona qarashib olish kerak. Unga bitta message beramiz. Ikkinchi kursda sizda challenge bo'ladi, uchinchi kursda challenge bo'ladi. Chunki biri yozi bilan hisoblaganda ikkinchi kursni yopasiz. Ikkinchi kursni o'qish davri va yozi bilan hisoblaganda uchinchi kursni kontraktini yopib bo'lganingizda, uchinchi kursda bunda bitta ham video, oldin ham video qilganman. Bu vaqtda bo'lib professor bilan shunaqa qatnashinglarda bo'lishingiz kerak, shunaqa munosabatda bo'lishingiz kerak, bitirishingizga ishingiz bo'lishi kerak. Professorlarning vazifasi o'zini kompaniyalariga hunting qilish uchun keladi va o'z bilimini esdan chiqarib qo'ymaslik uchun charxlash uchun keladi. Shuning uchun ular bilan zo'r munosabatda bo'lsangiz, ancha foydasi bor. Bu bo'yicha juda ko'p aniq kontentlar qilganmiz. Ularni ham ko'rishingiz bo'ladi. Kelsangiz, endi baribir kelganga yetmaydi. Xo'p, 7 yillik deb nima aytyapman? O'qish bitta sirasi ketib yuborilmaydi. Aniq 2 yil qilishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Sirasi magistratura boshlab ketib bo'lmaydi. Olingan bilimni o'zi pulga chiqarib olish kerak. Mendan bola so'raydi, "Shoshalik, nega yana Oksfordga qaytib ketmayapsiz? O'qigansiz-ku" deydi. Men hozir o'zlashtirib olgan bilimim bilan bemalol chiqadigan 7 ta 8 ta raqamli natijaga chiqsa bo'ladi. O'sha bilim hammasini ishlatib bo'lib, keyin boriladi. Keyingi yana o'qish davom ettirish uchun xuddi shunaqa siz ham 3-kursni bitirib, 3-kursni bitirganingizdan keyin 2 yil ishlaysiz va 2 yil ishlash davrida must have
o'g'il bola bo'lasizmi, qiz bola bo'lasizmi, qanaqa hayotda bo'lishidan qat'iy nazar, kasbingiz bo'yicha daromadga chiqish, o'z sohangiz bo'yicha, ya'niki kafe, restoranda emas. Agar siz restoratorlik, gastronomiya sohasiga ketmayotgan bo'lsangiz, bu uchun million xil ish qilsa bo'ladi. Rosa ko'pini keyslarni bolalar bilan individual gaplashamiz, passivniy daromad. Ishlasangiz, ishlamasangiz, siz hech qanaqasiga o'ylamasangiz ham daromad kelib turadigan. Buni eng sodda yo'li, o'qishni bitirdingiz, sohangiz bo'yicha ishga kirdingiz, deylik 15 mingdan yillik hisobda 25 ming dollargacha yeb icharingizdan tashqari, arendalardan tashqari pulingiz bor. Uyga kelib ketib yuribsiz, uylanib olmang, sirazi yoki anaqa qilmang. Nimaga? Passivni hal qilib qo'yish kerak. Bitta iloji bo'lsa, yoshingizga qarab, iloji bo'lsa ikkita bo'lib to'lashga kvartira olib qo'yish kerak. Nega bo'lib to'lash? Odatda men naqdga da'vat qilaman. Naqd asal, lekin sizni imkoniyatingizda hamma pulni yig'a olmaysiz. Men juda ko'p, men 11 yil ichida juda ko'p bolalarni ko'rdim. Bundoq hisoblasak, kalkulyatsiya qilsak 200 ming, 300 ming pul topgan. Lekin qani u pul nima qilding desa, yo'q bo'lib ketgan. Akasiga bergan, u bu narsalarga bergan, bu narsalarga odam anaqa qilib ketadi, eti ushib ketadigan summa. O'sha summa yig'iladi. Shuning uchun o'zingiz bilan o'zingiz gap o'ynagandek bo'lasiz. Bitta kvartira misol uchun olib 8 ming anaqa qilib qo'yasizda, bo'ldi. Mana shundan qutulib, bular arenda beradigan levelga chiqmaguncha qaytmaysiz. 3 yil o'qish, 7 yil strategiyani qolgan 4 yilini 2-3 yilida yana ishlash. Shunaqa qilsangiz bo'ladi. Endi oke bo'ladigan joyiga qaytaylik, xarajat bir dunyo ekan-ku, uyingizlar ko'nmaydi deydigan bo'lsangiz, men bitta voqeani aytib bermoqchiman. Katta pullar haqida gapirayotgan Shojalil, ya'niki men onasi tikuvchi. Ya'niki 10 yillik yiqqan pullarini, to'yimga deb yiqqan pullarini raqamni ham aytadigan bo'lsam, o'sha payt uchun 3 ming edi. Ko'rpachani tagidan mani oxirgi pulim bolam deb berib yuborganlar. Siz ham ota-ona sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa munosabat qilsangiz, avvalo to'g'ri tarbiya bergansiz, ishonaman, va sizni to'g'ri tarbiyangiz u yoqqa borib buzilib ketmaydi. Va siz shunaqa to'g'ri xabar bilan, to'g'ri fikr bilan o'g'lingizga, qizingizga tushuntiradigan bo'lsangiz, mas'uliyatni bo'yniga oladi. Mas'uliyatni bo'yniga oladi. Yaqinda bitta bo'lgan keys, men o'zim uni o'sha chiqardim ham. Nima bo'ldi? Bitta aka keldilar. Men ham bir insonman, ba'zida misol uchun kalta o'ylab qo'yaman. Damasda kirib kelishdi, Damas mashinada tushishdi, men ko'rdimda, bolalari IELTSdan 7 olgan ekan. 7 olganlar, anaqa 8 olganlar. Men sen bilan grantga tayyorgarlik ko'ramiz, top admission qilamiz, unga komandamiz bor, jamoamiz bor, hammasi bor deganimizda nima bo'ldi? Aka aytdilar, faqat aytdim 7 IELTS bor ekan, qolgan sertifikatlari yetarlicha emas ekan. Yetarlicha emas ekan, shuning uchun menga ruxsat bersangiz, men uni 1 yil olib qolsam-da O'zbekistonda, 1 yil olib qolib turib, to'liq tayyorgarlik qilsam va keyingi yilga grantga qilish shansimiz juda baland. Bolani sosteniyasi zo'r dedim. Ya'niki xayolimni bir chekkasiga ham kelmadi, bu insonda bunaqa summalar chiqishi yoki Angliyaga imkoniyatlari bo'lishi. Lekin aka keldilar, Shojalil, bilmasangiz, bilib qo'ying dedilar. Ota-onaga gapirayotgan narsa. Bu bizga berilgan pul, bu so'ralinadi. Sinov, ya'niki bu pulni javobi bor. Men Makka, Madinada haj, umra safarlarida bo'lganimda, ko'p yaxshi insonlar bilan gaplashganimda, talaba uchun farzandimni qayerda o'qitadiganini hamma bir ovoz bilan Angliya deyishdi. Musulmon bo'ladimi, nomusulmon bo'ladimi, eng zo'ri shu deyishdi. Menga shuning uchun kerak deyishdi. Pulga keladigan bo'lsak, o'zlari, ota-onalari bilan 5 ta farzandlari, qizlari, o'g'illari bilan, ayollari bilan Samarqand darazada, Qoratoshda, Toshkentda domda turishar ekan. Ko'rayotgan bo'lsalar, men havas qilganim uchun aytdim. Aka, ochig'i bu anaqa qilishmas, past baland deyishmas. Shunaqa sharoitda bo'lib turib, lekin o'zlaridan orttirib, qora kunga, mabodoga deb bitta dom olib qo'ygan ekanlar. O'sha domlarni sotib yuborib, baribir ertaga bunga misol uchun uylanishiga, tagiga mashina olib berishim kerak bo'lardi, u bo'lar, bu bo'lar. Undan ko'ra o'qitib yuborsam, o'qisa, ertaga zo'r natijaga erishadi deb turib, kontraktda ham hamma xarajatlarni to'lab berib, hozir chiqib ketsin, sirazi chiqib ketsin dedilar. Messej shunaqa bo'ldi, farzandlariga oldida. Bu pulga oldin men javobgar edim. Endi bolam javobgar dedilar.
Bu o'zi javobini beradi. Men javobgarlikdan qutuldim. Ya'ni qo'limdan kelgan hammasini qilib berdim, mas'uliyatni biladi. Bu ertaga millatga foydali inson bo'lishi kerak. Boshqa varianti yo'q. Men maksimumni qildim, qolgani uni qo'lida. Dedilar, men tavakkal qildim dedilar. Shuning uchun bizada ko'p jamiyatimizda to'yga pul yig'iladi, mashina olib berish kerak deyiladi, uy olib qo'yiladi va hokazoku. Ular ham kerak, lekin o'qish nuqtasiga kelganda hozir shunaqa davrda yashayapmizki, o'qitmasak, Xudo asrasin. Kuydirgi bola bo'ladigan bo'lsa, umri davomida har xil urinib ko'radi. Nechta jiyaninglar bor, tanishinglar bor, hammada bor. Bitta kuydirgi bola bo'ladi. O'qimagani uchun million xil hayotida biznes, meni o'zimda ham bor qarindoshlarimda. Otamni pulini hattoki olib, men o'qishga ulgurmay qolganman vaqtida. Ya'niki ularni kuydirgi biznes ideyalari uchun, har yil qilishgan ideyaliksi uchun menga pul yetib kelmagan. Tushunyapsizlarmi? Ya'niki bolani o'qitishdan pul tejasangiz, ertaga 10x, 100x qimmatga tushib ketib qolishingiz mumkin hayoti davomida, kuydirgi bo'lsa. Ya'niki biznes ideyalari kelib qoladi, shunaqa bo'ladi. Shuning uchun umuman suhbat yakunida albatta o'qitish kerak. Hammaning imkoniyati har xil. Men hech kimga negativ maqsadda emas, umumiy strategiyani bakalavrda o'qib ishlash bo'ladigan bo'lsa, mas'uliyati bo'lib bo'yniga oladigan bo'lsa, qilish imkoniyati bor. Buni to'liq strategiya qilishimiz kerak. Ketguncha strategiyalarni qilishimiz kerak. 3 oy oldin hech bo'lmaganda baraka topib keling. Men sizni majburlab o'qitaman, iltimos qilib o'qitaman. O'zimni farzandimga, o'zimni ukam singlimga, masalan, siz otani ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga katta o'g'il bo'lib turib, ukamizga o'rgatgandek qilib strategiya qilinadi va bu 7 yillik qilib qilinadi. Shunda yaxshi natijaga erishadi. Va hamma ko'rganligi, umumiy oxirgi mesajim, biza chet elga u yoqda boshliq bo'lish uchun, u yoqda ekspert bo'lish uchun chiqaylik. Mardkor bo'lish uchun emas. Salomat bo'linglar, ofisda ko'rishamiz.